Umidjon akamga, menga motivatsiya berib, mana shu 19 yoshli ukamiz 19 yoshida onasiga o'zini hisobidan, o'zi topayotgan pulga onasiga uy sovg'a qilyapti ekan. Shu narsadan hozir maza qilib Umid akamiz hayratlanib, syomka qilaylik deb turibmiz hozir. Hozir o'zi haqida bitta ma'lumot beradi. Umidjon aka. Bu ukamiz ham shu o'zimizga o'xshab hozir kelib, gaplashib, so'rashib, aka, Qo'qonda yangi bozorda savdo qilgan ekansiz deyishdi. Ana shu yerga yangi bozorga 10 yoshimizda chiqqanmiz. Biz ham o'sha yerga chiqib niyat qildik. Ana Alloh yetkazdi deb onalariga tuhfa qilib turibdilar. Qullab bo'lsin ukajon. Rahmat aka. Nima kasb qilasiz? Shuni hozir savdo bilan shug'ullanasiz-da? Men o'zim savdogarman. Kitob do'konimiz bor, kichkinagidan o'sha do'konni savdo qilamiz. O'zimiz 17 yoshimizda alohida do'kon qilib chiqqanmiz. Xudoga shukr, mana shu kungacha endi ozmi ko'pmi birdan keyin sekin chiqqan natijalarimizda uy ham bor edi planimizda. Uy ham bo'lib qoldi, xudoga shukr. Zo'r. Bu loyihamizni qaysi qismi sizga ko'proq yoqdi? Bu qismi to'g'risi aka, bu qismidan qo'shnilarimiz ham, atrofdagi akalarimiz ham uy xarid qilishdi. Haligilar gaplashib yurishdi, keyin menga ham maslahat qilishdi. Keyin aytdimki, nima bo'ldi, men ham Xudo xolasa, Xudo nasib qilsa olaman, prosta dadam bilan maslahatlashishim kerak. Otamdan bemaslahat ish qilmayman. Dadam bilan maslahat qilib yurdim. Keyin 24-kun taqdimot qildilar. Taqdimotdan keyin uyda nima dadamga anihoyat o'sha nimadan keyin ko'ndirishga nima bo'ldi? Mayli o'g'lim, oying kelsa olaverib alamdurlar. Keyin nima kelib, shartnoma qilib, uylarda xonadonlar nima qilib ko'rib, bittasini bir xonalikda xarid qildik. Zo'r. Yaxshilikka xizmat qilsiz. Bu birinchi olayotgan xonadoningiz, a? Ha, bu birinchi olayotgan xonadonimiz. O'zi bu yilda o'zida ancha narsalarni, boshqa narsalardan yozuvdik. Hali nima yozib qo'ysa Allohga oson ekanda, o'zi beraverar ekan. Narsalar birinma-ketin bo'lib ketgani kecha kechqurun uyga borib qarasam, o'zi nima plani 90% bu bo'pti. Endi bag'iga yana yanvardan keyin yana boshqa yozish kerak ekan. Hozir nima yozaman-da, endi ikkilanib o'ylanib o'tiribman hozir o'zim. Zo'r. Alloh subhanahu taolodan behisob cheki yo'q kattasini so'rang. Mulk qizig'i yo'q. Alloh ziyoda qilib beradi. Faqat niyat pok qilib, qalbdan ixlos bilan harakat qilish kerak. Shunaqa aka. Halollik bilan. Ko'pchilik hozir 30-40 ga kirib ham hali ham uy olishga qo'rquv, qadam tashlashga qo'rquv bo'lib turgan joyda 19 yoshli ukamiz shunaqa qilganiga xursand bo'ldik. Eng muhimi ana shu mana shunaqa ukalarimizni, yurtdoshlarimizni orzularini bir qismiga hissa qo'shayotganimizdan xursandmiz. Umidjon aka, baraka toping. Manfaatli bo'lsin. Rahmat aka. Onadan xayrli bo'lsin. Alloh aka. Alloh rahmat aka. Rahmat aka. Assalomu alaykum aka.